Kitap mening soğutum. Alğan qo'ldan bergan qo'l yaxshi. Acizlarga xayrli qo'lni sunalaydigan. Oilaning yukini erlik shijoati bilan undimay ko'tarib, xotin bolalarni namratlik ko'chisida talmurtib qo'ymaydigan aqidlik yigitlar biz Uyg'ur xotin qizlarining faxri g'ururi. Yo'linadigan tig'i va baxtimizning chiriqi. Мен haq yo'lni tutgan, hidoyat nuri qalbini yo'ritgan, kiyinligi uchun qandoq tayyorlik qilishni bilgan har bir Uyg'ur o'g'loniga yana dunyolik ishlar uchun bu kitobni siqindim. Chunki mening yenimga xazon bo'lgan guldek shuncha nurg'un ayollar dard aytib kelishidi. Ular bir bo'lsa, yo'qsullik sababidan turmushning xo'vliqini ko'rmay, baldurli so'lgan. Bir bo'lsa, erning beshiga davlat soyisi tushishi bilan uyi g'irib bo'lgan, dili azor yegan. Demakchimanki, har ikkisini boylik degan bir so'zga yig'inchoqlash mumkin. O'z majburiyatini bilgan jinni xor qilsimi, o'z ahlini xorliqqa qo'ymaydi. Mal dunyo tepib, joyida taqsimlashni bilgan lilla ahli bolalarini norozi qilmaydi. Shundaqla rizq berguchi, hisob olguchi oldida vaqti kelganda o'zining qurut qo'ng'izdimi ojiz jon ekanligini har qachon unutib qolmaydi. Bay akamning xurjindagi 68 güher nomli bu kitobda biz ayollarning erlari, o'g'illari va aka-inlari o'rnak qilishga, erlik tojiga ko'z qilib silishga arziydigan qimmatli güherdek ko'p narsalar yozilgan. Fikirlarining hammasiga qo'shilib ketmasakmi, boylik tepish yo'llaridan boshqa bu kitobdagi bizda kemiyib ketayotgan qadr-qimmat ko'z qarshi mening fikrim bilan bir yerdan chiqdi. Buning bilan erlarimiz pul bilan izzat hurmatini, ayollar qadr-qimmatini topolisi edi. Bu kitobni setib olganlar maqsadiga yetgan. Bu kitobning ilovasi uchun qalam tavratgan qo'llarimning hordiqi chiqqan bo'ladi. Her biringlarni mushundaq esil kitoblar bilan va kelgusida o'z kitoblarim bilan yuz ko'rishtirishimga nisib qilg'ay. Kitob qog'oz suyumlikdir, manga har joyda yor bo'lsa, nodonlar oldida qog'oz qalam be'e'tibor bo'lsa. Sukunatga cho'milgan koinot tun ichra men tanho, ne tenha ülpütüm dilkeş, kitabım yandı bar bolsa. Ömür yulduzlarım saqıp, tügepto berq urup bir. Müküngey köktiki əxter, ketip şebger nahar bolsa. Qarab baxsam, turupto köz oğumda şunç köp mavzu. Nitey saqındı ömrümde, qalem çarçap yazar bolsa. Kitap yazdım, ümidim şu ki cahanda kaldırıp kessem, nişanem kalsa evlatlarga menden yadikar bolsa. Bu dadamның misraları. Manga ata ve birinci ustaz bolgan. Hatta en yakınki Arap matbuatlarda Arapça yazmaları bilen dаңlıq ilim erbapları terbiden Allame deb atalgan söyümlük dadam Muhammed Salih Damullacimning ömür talqinlarida kitobga o'qigan madiyasi. Aqlimni bilsam, uyimiz kitoblar dunyosi edi. Dadam yotadigan hujra, karvat beshi, dariza tekchisi, mehmonxona, hamma yerga dadamning o'qiydigan kitoblari qo'yilgan edi. Ba'zilari yirik xotan qog'oziga yozilgan. Ba'zilariga gül ve naqshlar sızılgan. Ba'zilarining qadimiyligidan qog'ozi sarg'ayib ketgan. Yana ba'zilari zamonaviy matbuotda besilgan qattiq muqobillik esil kitoblar orasida yuratdim va tezroq cho'ng bo'lib bu kitoblarni o'qishni orzu qilatdim. Ba'zida cho'ng kitoblarni qo'limga ilib olib, dadamning ko'zoynigini ko'zimga taqab o'ltirib, "Men olim bo'ldim" deb opam dadamlarni küldürüp etdim.
Dadam öydə nurgun ərəbçi təfsir kitablarını aldığı yeyib qoyub, keç gündüzləb dömçüyüb oldurup, Qur'an-Kərimning tərcimi təfsirini işləvatqan aşı mübarək yıllarda məndə dadamның işləriga bolğan həvəs oyğanğan idi. Dadam mening qiziqishimni ko'zda tutib, boshlang'ichdagi chaqdala manga maxsus vaqt ajratib savoq berishga boshladi. Manga ilimning, kitob qog'ozning o'ti ana shundoq tutashdi. Bu o't meni tavlab, ilm yo'lida qilchi bo'shashmaydigan jasur xarakterni yetildirdi. Bu o't manga yana oliy maktabning fikrni qanotlandirdigan adabiyot kasbini tanlatqizdi. Şinjan Universitetini bütküzüpla Arab Birleşme Halifeligining Dövlətlik Universitetini ulap o'qib, a'lo natija bilan gezitga ismim chiqqandimi. O'qish bütküzüş murosimida podshoh Shayx Zoidning ayoli, universitetning faxriy mudiri Shayx Fatimaning qo'lidan 48 grammlik oltin medalni qo'limga olgan chaqdimi, aşı o't yalqini yurakimda edi. Keyingi magistrlik o'qish uchun ömür hamroyim Adil Tunyaz va bolalarımni so'rab, qaytadan ilm safariga otlangandimi, aşı yalqin meni o'rtab turatdi. Hali ham bir qo'limda cho'mish bo'lsa, yana bir qo'limda kitob bor. Gerçi ilm xurjunimga guharlar qachilangan bo'lsa-mu, men eng avval bolalarni tarbiyalamasi bo'lmaydigan bir mas'uliyatchan ana. Şunu mən analıq şərifini üstümge alğandan başlap, yürək parlarım talada başqalar etken tamaqni emas, öydə öz qolum bilen tayarlığan. Mənbəsi iniq, pak məzəgi iğiz tegişi, hem onu köngül qoyub titigidek etişim kerek, dep qarayman. Mən o'qish və musafirlik bilan fursatning yo'qligidan xeyli ko'p tamaqni o'zim yaxshi ko'rgan do'stim kitobdan o'rgangan. Hazırmı pat-pat qo'li tamli xinimlarni uyga taklif qilib, o'zim kitobdan o'qiganni so'zlab bergach, ularning hunarini o'rganib, kam yerlarimni to'liqlayman. Bu mening kitobga o'xshashli bir havisim. Men yana xalqimga bo'libmi o'rganish fursati erlarga qaraganda az, Uyg'ur qiz ayollarga o'zim o'rgangan ilmni imkoniyat yor bergan doirada yetkazishim. Ularni ikki dunyolik baxt yo'liga, sunuq ko'nglini xushalliq nuriga erishtirishim kerak deb o'ylayman. Gerçi o'qish bilan o'rgangan ilmning fasli yuqori bo'lsa-mu, diplom maktabda bir mezgil o'rgangan kitobiy bilimga shohid. Uni amaliyotda tatbiqlashga, davomli to'liqlashga, shu asosda muhim bo'lgan foydali kitoblarni yozishga to'g'ri keladi. Shundaqla dadam bilan qilayotgan nurg'un ilmiy ishlar oxirini chiqarishimga intizor. Uning ustiga kitobning sirtida nurg'un ayollar mening o'z masalalarga javob berishimni kutib turdi. Buning uchun soatlab kitob ko'raman. Kitoblarning gul tojiga murojaat qilaman. To'rga chiqaman. Koni kitoblar asosida yangidan ijtihod qilaman. Ba'zi temalar ustida dadam bilan bahs munozir qilib, soqolga erishlab qoladigan chaqlarim bor. Bundaq chaqda dadam menga: "Qizim, asrlardan beri diyorimizda bilimi dengizdek keng, bizdinmi o'tkir, bizdinmi zabardast olimlar chiqqan. Ular ham biz o'qiganni o'qigan. Ondan mushundaq yo'l tutgan. Agar tutgan yo'li xato bo'lmasla, ixtilof terimay mush yo'lda menish afzal. Chunki turmushdagi moddiy narsalar yengilib turgan bilan ruhiy masalalarning javobi qadimdan beri o'xshash. Osmon zimin orasida talash tartish qilgan insonlar, osmon ziminning yaratilishiga qarasa, ushshoq datalashni tashlab, kitobga qarasa, Allohning ularga oson yo'l berganligini biladi. Riyozat ichidimi mangulik ichki lazzatni his qiladi, deydi. Ulug' kitoblarda shundoq aytiladi. Bilganlar bilmaganlardan bir daraja ustun. Bir qabilaning o'limi bir olimning o'limidan yengil. Iymon yalang'och bo'ladi. Taqvodorlik uning libosi. Haya uning zinnati. Ilm uning mevasi. Hikmat mo'minning yuturib qo'ygan narsasidir.
Qayerda topadikan, uni elishqa eng haqliq. Sizlarning yaxshilaringlar ilm o'rgangan va o'rgatganlardir. Men xuddi qorong'u ko'chada ketib etib, ushtum-tut, ichi yo'rib ketgan odamdek hikmatlar sho'lisida yana kitobga qaytdim. Bir kuni xalifa, ahli Kufadan bo'lgan katta olim, tilshunos Abu Abdullah ibnul Arabiyni o'rtaga chaqirib kelishga odam avatibdi. U kishi berib qarsa, İbnül Arabi bir munch kitoblarni oldiga yevilib, ha deb kitob o'qiyotgandek. Chaparman xalifaning amrini yetkizgandan keyin İbnül Arabi pisantigimi ammasdan kitobni o'qiyveribdi va xalifaga ayt, men hozir bir munch do'stlarim bilan suhbatda, kerak baray debdi. Chaparman xalifaga İbnül Arabining so'zini yetkizibdi. Xalifaning qo'shimiz turilib, aytqina, uning paranglashayotgan do'stlari qandoq kishilar ekan debdi. Chaparman xalifaga, men barsam İbnül Arabi yolg'iz o'ltiribdi ekan deb ahvolni aynan yetkizibdi. Xalifa darg'azab bo'lib, uni tutib kelinglar. Xalifaga yolg'on so'zlaganning jazosining qandoq bo'ladiganligini bir ko'rsatib qo'yay deb amr qildi. Yasavullar İbnül Arabining put-qo'lini yerga tekkizmay xalifaning oldiga ilib keldi. Xalifa, ey İbnül Arabi, sen o'zingni shoir deb nimancha yo'g'nab ketding. Davlatimizning soyasida yashayotgan olim fozillardan tortib, elibni tayoq deydigan puhralargacha, 4 putliqdan 2 oyoqliqcha manga qulchilik qilyotsa, yenimga chaqirsam, yorliqimdan bosh tortganni oz deb yolg'on gap avatibsan-ku, debdikan İbnül Arabi qilch petini buzmasdin. Ey davlat osmonimizning nuri, ziminda fitna qilib, haddidan oshgan bosh-boshdoqlarning beshida qilich o'ynatgan, g'erib g'urvalarning beshini himmat qo'llari bilan silagan fazilatli xalifa. Sizlarga yolg'on aytgan tilimni qog'i cho'qsin. Tenimni parcha-parcha qilib, uchay bag'rimni qo'zg'ollar yesin. Men darvaqa bir misqal so'zi ming patmon keladigan oltinga tegishkisiz bir to'p ajoyib yorallar bilan muloqotda bo'lib o'tatdim deb munu nazmini o'qibdi. Lana julasa'un ma namallu hadisahum ألباء مأمونون غيبا ومشهدا يفيدوننا من علمهم علم ما مضى وأقلا وتأديبا ورأيا مسددا بلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة ولا نتقي منهم لسانا ولا يدا فإن قلت أموات فلست بكاذب وإن قلت أحياء فلست مفندا. ترجمسي Yarallar bar, içim puşmaz mыңdassam. Vafadar yar, bar bolsamda yok bolsam. Sözlep birer ötkellerinin ilmini, iş ügüter, yol körster bir obdan. Kurs söhbet bolmaz pitni yerik gep. Ziyan yetmez, yetküzüdü fakat nep. Hata emas desen ölük ülpetler, Geping berhaq, bilsang ular tirik deb. Xalifa İbnül Arabining bu go'zal she'ridan uning kitobni kuylayotganligini bilibdi-da, darriga besishning o'rniga beshidan oltin tillalarni chachqi qilib, in'omlar bilan yo'lga sapdi. Shundaq. Kitob fazilatli do'st. Bu do'stning ko'ks qarni daryodek keng. Oldingda maqtab, orqangda g'ayvatingni qilmaydi. Sendan qusur izlamaydi. Sana oshnan demaydi. Faqat sendan o'ziga ko'proq vaqtingni berishni talab qiladi. Bu do'stdan menga ko'p naf yetdi. Dadamning lavzi bilan aytganda, og'zi osh, ko'zi odam tonimaydigan. Yambu bilan chamg'urni, olim bilan johilni farq etmaydigan nodonlar do'stligidan kitobning do'stligi ming afzal. Kitob hayotning eng juloliq va shirin ne'matlarining birisi. İnsaniyat madaniyatining ulug' xazinasi.
Bir odamning tafakkur usuli shu odamning qanchalik darajada kitob o'qishiga bog'liq bo'ladi. Shuningga o'xshash bir millatning saposimi xeli zo'r darajada shu millat kishilarining kitob o'qish ahvoliga bog'liq bo'ladi. Qarab baqsaq, kitob o'qishga heris millatlar dal hayotiy kuchi urg'ib tug'an raqobat eng kuchli millatlar ekanligini bayqaymiz. 2011 yil elib berilgan dunyodagi har qaysi davlatlarning kitob o'qish nisbati haqidagi statistikadan ma'lum bo'lishicha, Yahudiylar yiliga o'ttir hisob bilan 64 parcha, Ruslar 55 parcha, Amerikaliklar 50 parcha, Yaponlar 40 parcha, Koreyaliklar 11 parcha kitob o'qiydi ekan. Fransiyada ayollar o'ttir hisob bilan yiliga 12 parcha, erlar 9 parcha kitob o'qiydi ekan. Әмісі, Uyg'urlarning kitob o'qish nisbati qanchalikdir? Oilani idora qilg'uchi, farzandning tunji ustozi bo'lgan Uyg'ur ayollarining kitob o'qish ahvolichi. Qo'limizda bu to'g'riliq aniq sonliq ma'lumot bo'lmasa-mu, javobning ko'ngilni g'ash qiladiganligi hammamizga ayon. Oilani idora qilishmi xuddi bir elni idora qilganga o'xshaydi. Elni boshqarish kishidan qancha cho'nqur ilm, aql, farosat, chora tadbir va savrchanlik talab qilsa, oilami ayoldan bilimlik, farosatlik bo'lishni, har ishda astoydil, savrchan bo'lishni talab qiladi. Bundaq farosat osmondan tushmaydi. U faqat ayolning har vaqt kitob o'qib turishi, uzluksiz o'rganib, o'zini davomli to'liqlab, yengilab, mukammallashtirib turishidan keladi. Shundala u ayollik va onalik majburiyatini eng yaxshi ravishda ado qila oladi. Maktab ma'arifi inson hayotidagi o'rganish manzillarining faqatli bir halqasi. Vaqt cheklimasi tufayli maktabning bir odamga o'rgatadigani nihoyat cheklik bo'ladi. Ammo o'rganish u mangulik jarayon. U umr bo'yi davomlashadi. Ayollar uchun texmi shundoq bo'lishi kerak. Algeriya azadlık hareketining mashhur rahbari Ibn Badis mundaq degan: Kimiki bir erga ilm o'rgatadigan, u faqat bir odamga o'rgatgan bo'ladi. Kimiki bir ayolga ilm o'rgatadigan, u bir qavmga o'rgatgan bo'ladi. Tanning o'ziqi taom bo'lsa, ruhning o'ziqi ilm, hikmat. Onaning qalbi farzandning maktabidir. Kitob qiyiris onaning qalbidan urg'an ilm ma'rifat ziyosi farzandga eng yaxshi tarbiyani berib, uning hayot yo'llarini yo'ritadi. Ay o'tib, yil o'tib qo'liga kitob olmaydigan onaning qalbi qup-quruq bo'lib, na o'zini yo'ritishga, na farzandini to'g'ri yo'lga selishga yaramaydi. Bir qism Uyg'ur ayollarida kitob o'qimaslik masalasi haqiqatan ig'ir. Hattoki kitob o'qimaslik odatga aylanib ketgan. Mayli aran savodi barlar bo'lsin yoki oliy ma'rif tarbiyasi ko'rganlar bo'lsin, biz ayollarda kitobga bo'lgan ishtiyoqni ko'rolmaymiz. Qarab baqsaq, xizmat talabi unvon ehtiyoji uchun emas, mavjudlik uchun, insoniy kamolat uchun kitob o'qiydigan ayollar bek oz. Ko'nglimizni yerim qiladigani ayollar so'rinda ilm bilan kitobdan bo'lak jimi gap so'zlar bo'lanadi. Bizdek jamoatchilik eng kuchli millatda choy o'ltirishlar bek ko'p. Nimishqa hech bo'lmasa mushu yeb ichish, behuda parangdan boshqa ish yo'q so'rinlarimizni ilm so'riniga, yaxshi kitoblarni o'zaro tavsiya qilishadigan, muloyiza qiladigan so'ringa, farzand tarbiyalash haqida o'zaro fikr almashtiradigan, bu haqdagi yaxshi kitob, yaxshi chora usul, tajribalarni tunishtiradigan so'ringa aylantirmaymiz. Meningcha, ularning kitob o'qimasligida mundaq ikki turlik sabab bo'lishi mumkin. Birinchi, kitob o'qishning ahamiyati, qimmati, uning shaxs va jamiyatga ko'rsatadigan kuch-qudratini tunib yetanmaslik. Ikkinchi, kitob o'qishga rag'batlantiradigan, turtki bo'ladigan, qo'llaydigan ijtimoiy muhit, shart-sharoit va rag'batlantiruvchi kuchning bo'lmasligi. Men boshlang'ich maktabdagi chig'imda Urumchi shahridagi boshlang'ich maktablar aro kitob o'qish, maqola yozish, nutq so'zlash musobaqalari doim o'tkazilib turardi.
Biz zo'r ishtiyoq bilan o'zimiz yozgan asarlarni o'zimiz jonliq deklamatsiya qilib, birinchi, ikkinchilikni talashatdik. O'ylasam, kitobga bo'lgan ashundaq rag'bat bolalarni dastlabdila kitobga bog'laydi ekan. Rusiyalik Lonacharsky mundaq degan: Kitap o'qimaydigan savodli odam nimaga asqatar? Bundaq odam yana takror savodsizlikqa mahkumdir. Haqiqatan kitap o'qimaslikni savodsizlikning yana bir turi deyishga haqliqmiz. Ayollar o'zini va dunyoni bilish uchun kitap o'qish kerak. Har vaqt erni o'ziga bog'lab turadigan farosatlik, mehrli xotin bo'lish uchun kitap o'qish kerak. Yaramli farzand tarbiyalash uchun kitap o'qish kerak. Oilani baxt qo'rg'oniga aylantirish uchun kitap o'qish kerak. Ijtimoiy taraqqiyotga bir kishilik his qo'sha oladigan jamiyatning tirik hujayrasi bo'lish uchun yana kitob o'qish kerak. Agar mush tarzda yozsak, kitob o'qishga bo'lgan minglab ehtiyojni yezish mumkin. Ayolning vaqti cheklik va to'limi qimmatlik. Shunga xuddi do'stni tanlab tutgandek kitobni tanlab o'qish, qaysi mazmundagi kitoblarni o'qishmi ta'kidlashga tegishli masala. Kalla upuratmaydigan, bizni o'ylandiranmaydigan, tafakkurga boshlayanmaydigan kitoblarni o'qish vaqt isrof qilishdan boshqa narsa emas. Shunga hazm qilish oson, ko'ngil ichish xarakterdagi kitoblar ayollarimizning tanlash doirasidan neri turishi kerak. Klassik asarlar, adab axloq, farzand tarbiyasi, tarix, falsafa, ijtimoiy masalalar tema qilingan. Shundaqla mashhur yozuvchi adiblarning asarlari bizga haqiqiy naf berib, aql quvvatimizni oshiradi. Bizda eng go'zal orzu tilaklarni uyg'otadi. Bizga oliyjanob maslahat beradi. Kitob bizning illatlarimizni xuddi o't mayni eritgandek eritadi. Chunki kitobning odam tarbiyalash kuchi hatto muntazam maktablarda olgan bilimning qudratidan cho'ng. Abdurahmon Jamining kitob haqidagi munu misralari ayollarimizga o'rnak bo'lsikan deyman. Kitobdan yaxshiroq do'st yo'q jahonda. G'amxo'rim bo'lg'ay u g'amlik zamonda. U bilan qol tanho hech bermas azor. Jiningga yuz rohat bergusi takror. Men xat o'qiya oladigan sizlarga bir tal gulni sovg'a qildim. Bu gulning ismi Boy akamning xurjindagi 68 guhar nomli kitob. Uylarimizda dunyoga foydali ilmlarni o'rgatadigan, jasoratni urg'itadigan, turmushning illiqligini, oila mehrini his qildiradigan, o'z aqidamiz bo'yicha qobil farzand tarbiyalashimizga yordami tegadigan, egilik tiklashga yetaklaydigan kitoblarmi bo'lsin. Kitob to'g'riliq bu jumlalarni yozayotganimda mundaq 3 xil kishilarning misoli ko'z oldimda turibdi. Biri kitobli bo'lsa ilg'amay o'qiydigan ham o'qigan kitoblarga agishib ketadigan mashina odam tipidagilar. Buni bir xil kitob xuropatligi demay bo'lmaydi. Kitob o'qishdagi maqsad nuqul kitob o'qishla emas, balki reallikqa qatnashish, egillagan bilim asosida jamiyatga aralashish. Uning ustiga o'zimizning yoki chet elning kitoblari bo'lsin, bir qism ozg'un, tushkun, tuturuqsiz avtorlar yoki har xil g'arazlik suiqasdchilar tarafidan siyoh bilan emas, o'g'i bilan yozilgan kitoblarmi bor. Qog'ozga yozganning hammasiga ishinib ketgili bo'lmaydi. Kitobga qora quyuq agishib, o'zining to'g'ri aqidasidan, mustahkam irodasidan tavirnishga hargiz bo'lmaydi. Ikkinchi xildagilar bilarman johillardir. Ular johilligi tufayli keng yo'lni o'ziga tor qilib oladi. Tanlashni chekdan oshirib etib, o'quvgidek kitob topolmaydi. Ömürdə o'qigan bir yoki 2 kitob ularning turmisiga, kallasi tafakkur qush so'langan qafasga aylangan. Ular ilm, hunar o'gitadigan kitob bo'lsa o'ginib olmay, uning bizga keragi yo'q deydi.
Soda ticaret, jahon darajliq oid kitoblardan barliq insoniyatga o'rtaq bo'lgan tavakkülçilik, ishni ro'yobga chiqarish va sistemalashgan egilik boshqarish yo'llarini o'zlashtirib olishning o'rniga ilmiyligi bo'lsa-mu, o'ziga yot tuyulgan har qanday kitobni piqirtib tashlab etishga aran turdi. Pərzənd tərbiyəsi toğruluq kitab bolsa, onundan balalarning nazik psixik özgürüşlərini egiləb, özünün əxlaqi, əqid ximiturçini muvafiq usulda sındırışını bilməy, hə desila tayaqqa zorlaydı. Kiçikdən başlap, zorluq vasitəsi bilən balanın ruhini izib taşlap, çoğ bolğandımu, g'urur və qimmət qarışı yox. Nahaqchilikka, zulm sistemga ündəməydigan yavaş qo'zilarni. Nadallar nima desa shuni deydigan, nima qilsa shuni do'raydigan shotutlarni yetishtirdi. G'aqirab uchgan aeroplanning ovozidan texmi cho'nqur patqoqqa tiqilib oladigan quduq tikib haqaga yoki o'ziga o'xshash ilmni tayoq emas deyalaydigan uchun barcha ilmni va hamma olimni yaratmaydigan bilarman johilga aylantirdi. Üçüncü xildikiler közü bartırıp körmeydigan, kallысы bartırıp işletmeydigan nadallardır. Yoki xat o'qiyalaydigan savatsizlardır. Ular ay yillapmı birer kitap okumaydı. İyiga az degende 5-6 parça kitap okumasa özlerini hayat insanlar qatarını sanamaydigan Fransiyalik, İsrailiyalik yoki dünyani təvirtivatqan Amerikalıqlarning kitap bilan çemberçes bağlangan taqdirini düşenmeydi. Şunu unutmaslik kerakki, bir medeniyetni vayron qilishda kitaplarni köydürüş bihojat. Faqat kishilarni kitap o'qimaydigan, kitapga qiziqmaydigan qilib etishli kifoya. Yaqında men Ürümchidagi bir masjidning ma'rifatparvar yosh imomi juma xutbasi so'zlaganda jamoatning nazr chiroq, to'y to'kun va boshqa turli murosimlarni o'tkazganda boshqa narsalarning o'rniga kitob tarqitishga, bir-biriga kitob sovg'a qilishga chaqir qilganligidan va bir necha so'rinda bu chaqiriq amaliylashganligini anglab bak hayajonlandim. Xalqni xayrli ishga boshlab mang'alaydigan fazilatlik imomga va uningga ovoz qo'shgan kallasi o'yg'oq ahli savdogarlarga va bir-biriga xolis niyat bilan kitob sovg'a qilishni boshlagan do'stlarga yaxshi tilaklarni tiladim. Muhammad alayhissalom mening ummatimning halok bo'lishi mundaq ikki narsada. Biri ilmning tark etilishida. Yana biri mal dunyoga haddidan ziyoda berilib ketishda degan. Shundaq, ilmga erishishning eng qisqa yo'li kitob. U bizga yiroqni yaqin qiladi. Kallamizni ichib, ochiq ko'zimiz bilan dunyoga qaraydigan qiladi. Uyimizning kitob taxtisiga bir kitob qo'yilsa, qalbimizdagi bir bo'shliq to'shidi. Balalarimizni kitobxonaga agashtirib berib, kitob ilib beraylik. Xotin qizlar dasturxon yo'gab yarışıqqa barganda mal va g'izo o'rniga esil kitoblardan zalli qilishni odat qilaylik. Chunki nafsimizga har kuni necha vaqt osh oziq beryapmiz, lekin ruhimizga ba'zida bir vaqtmi tomoq yo'q, och qilyapmiz. Yüzümüzni topu bassa bassun, kitaplarımızını topu basmasın. Kitapları g'erib bo'lib qolgan xalqning erlari nadonliq qul, ayolları ruhi tul bo'lib qoladi. Aziz qarindoshlarim, bir-birimizga yaxshi kitoblarni tavsiya qilaylik. Kitob sovg'a qilaylik. Chunki yaxshilik uchun cho'lga bosgan qadamlarimizdan keyingilarga gullar unib qoladi. Kitapxonga kitapqa suyumliqdir manga har joy diyor bo'lsa, nadallar oldida qog'oz qalam be'itibor bo'lsa, kitobga oshino bo'ldim, ilmning fayzini surdim, suyunmamdu kishi dildim baxit iqbolga yor bo'lsa, bilim ishqi yonganman bo'lib monandi parvona, yurakdan so'ygunim so'ygan kitobda xushnigor bo'lsa,
Kalem kağız bilen sırdaş bulup hilvetli üntinsiz, ne köyler köylümez insan bilimge dilxumar bolsa. Güdeglik çağlarımdilla bilimge mehliya boldum, demi ayrılmıkın müşkül bilimdek gulzar bolsa. Aramgahim kitabımdır, onunsiz hiç aramım yok. Aram bəxş kurları diller ara çakmap turar bolsa. Sükunatqa çümülgen kainat tün içine men tenha, ne tenha ülpitim dilkeş kitabım yandı bar bolsa. Bulup hilvetti kulbem içine mezher cilve-i canan, ne canan her verektin yüz tecelli aşikar bolsa. Tilimsiz intiliş ruhi revanımdır beden içire, hiret ehligi has gayret dilimda düş urar bolsa. Nisip olmaz kişiye nükte dallık ecdi mihnetsiz, keçip vaz istikamettin büyüş uhlap yatar bolsa. Feragat istirahattin keçip tınbay ügenmestin, kılıp gaflette ağrında bilim senden kaçar bolsa. Cehalet teşdidin kaçtın beder nurani yol izlep, kemalet vesilge yetkey kişi hak yol tapar bolsa. Nadallık birle ansızlık kişiye bidava derttir, ne kılgay dil küzi kor bidava dertke dücar bolsa. İlim ehli makam tutti kemalet tehdide her çağ, ilimsizler zebullukta pekiru haksar bolsa. Zuhur eylep edem sehrasidin yiganı bir kamus, tebessüm eyleban naz ilkide sizge bakar bolsa. İçilgay zer çeçilgan manilerden tuzumaz güller, ne hoştur renk güller müetter hiç çeçar bolsa. Aram bakş bağçıdır kamus içilgan gunçudur her söz, turar mı yayrımay diller çimellik murgızar bolsa. Bulur hal müşkilatlar dermehal kamusunu aktursan, kümüller işten üzülmezden kitapka bağlanar bolsa. Dımağlay gayrıgay dildim müetter hit elip her dem, şamal tarqatqani bedduy emes xuşbuy ifar bolsa. Kitap görsen muhayyadır kulunda rehnima kamus, davan aşmak bulur asan yoluci şehsuvar bolsa. Latafet babıda yekta kitaplar hunçerenasi, tulup hikmetke her kuruşunç çonkur manidar bolsa. Yezip her sözünü mingdensep durus mananı qoğlaştın. Kızıkmaydu xeridarın melin ötmez tabar bolsa. Kanat qaqqay xiyal keptablarım örlep sama özre, kalem cavlan qılıp ilhamlarım seldek taşar bolsa. Kitaptır yar dilxahi uni sen tutiya bilgen, bulup şuta nişanga örlmekke esqatar bolsa. Haram eyleydi kurlar içini sözlem işvi naz birler. Ne hoş zehnini sözlükler kuyaştek yurutar bolsa. İlim sehrasini kezgin bulup kitapka çin meftun, uyun seynasıda yürümek halayıkçı ağır bolsa. Kitap abi hayatya abi kevserdir ukur tahsin, ilim teştası çankakları içip kevser kanar bolsa. Tamamlanmay turup kamus kaçan könlüm tapar teskin, kitapxan telmörüp tizrek kürüşke intizar bolsa. Ukurmen zoknutup huştar burup parçak kitaplarga, tirem manalıdın herbette ahuler şikar bolsa. Hiyalim kezdi manalar bayabananı tınmastin. Sana yettamdı herbet işi mül mana yatar bolsa. Umayun kuşları kongay beşiğa tefkarlarının, ularda ictihat gayret, irade, iktidar bolsa. Talay yıllar riyazette ilim girdabıda üzdüm, cevahirler süzüp tınmay garezdurlar nisar bolsa. Kişi aciz iken zeppu nefestin kalsı yok insan,
hayotdir kessin inson haqiqiy tövbekor bo'lsa. Dirildim ilmi irfanga bushashmay izlanib shuncha, nishonga yetmagay inson yurarda bimador bo'lsa. Kitap mestanisi buldum çekip köp renci mihnetler. Yeningdim ayrılma hergiz lügat kutluk tumar bolsa. Çekerbetler ara durdanı sözlükler cülasini. Tepip kamusu çin mana bülektin jallınar bolsa. Tepekkur kuşların saki bulup kuşpay tukuş kovtlap. Güzel camiği şerbet doldurup birdek tutar bolsa. Paçaklap müşkülatlarını bulur men şiiri yazdandek. Zermen men huzur dildin tusaklar tarmar bolsa. Muammalar besikip duşkiler mağdamda bir müşkül. Nihan sırlar ayan bolmaz kümüller bir karar bolsa. Hiyatullar bulurmuş hasta diller ahiga baiz. Akıl idrak gümralık yitip yoldun azar bolsa. Peri peyker bulalmaz dilberi eyyarı naz eyle. Okup efsun damaden işkı bazarı zar bolsa. Yuruktur her zaman kömülüm üyü hurşidi tabandek. Tilekler hel bulur bişe kümüller bi gubar bolsa. Bulur men gahi nahoş gahi hoş başımdı min savda. Can gavgalarıydin bi baha ömrüm bikar bolsa. Kiter yıllar, üter aylar, pesiller almış bir. Nava aylar, haman bulbul, gazan bulmaz bahar bolsa. Çiçekler bekti ikbalım, hayatım manilik ötkey. Vatan el işki kalbimde bulup ateş yanar bolsa. Diyarım karız zimmemde ömür vayet ada bulmaz. Heliğu tendiki bir can, tümen min can nisar bolsa. Bikardır elci hizmetsiz bühüde ötküzüp çağını, tebessüm ilkide devran sürüp min yıl yaşar bolsa. Ömür yıldızlarım sakıp tükeptu ber kurup bir, mükünge köktiki ekter kitip şepker nahar bolsa. Karap baksam turuptu köz umumda şunç köp mavzu, nitey sakındı ömrümde kalem çarçap yazar bolsa. Birilgey imli irfanga kademde kaldırıp bir ez, kimiki ruhi ecdatlarga berhak izbasar bolsa. Kitap yazdım ümit şu ki cihanda kaldırıp kessem, nişanım kalsa evlatlarga mendim yadigar bolsa. Temayim yok mukapattım fakat alemçi bektimdur, işim mekbul bulup dillerde namım yadlınar bolsa.